Yaş o'smirlarningki futbol o'ynashga qanday foydasi bor deganda, buningda bolalarga nurg'un yaxshi taraflari bor. Masalan, birinchisi shu tan sog'lomlik jihatda. Masalan, buningda hamda badan safasi deymiz, o'stirishda futbol hamda bir turli butun badan xarakterlik bir tantarbiya turi bu. Hamda buningda bolalarningki chidamchanlik deymiz, ularningki kuchining eshishi, surat deymiz, sezgirlik masalan, inkas mush qatorliqlarni chiniqtirdi. Nurg'un bolalar shu futbol chiniqqandan keyin bolalarda shu immunit kuchi oshgandan keyin bolalarningki badan safasi biroqla yuqori ko'tarilgan yaxshi avvallar bo'ldi. Ana ikkinchisi hamda shu so'ngakninki yetilishiga bek foydasi bor bolalarningki. Uchinchi jihatdan hamda shu badanning maslashchanligi hamda shetoshing deymiz. Masalan, musobaqa o'ynagan bolalar ko'z bilan ko'rdi maydonda. Cho'ng menga inkas qiladi bunda. Futboli tang maslashish kerak. Bu vaqtda harakat maslashgan vaqtda andan keyin yaxshi bo'lgan, ammo tantar futbolni apmang'ili bo'ldi psixik jihatda. Masalan, bolalarda mustahkam bo'lgan bir iroda etildi. Buni masalan musobaqa o'ynash jarayonida bolalar kuchli raqiblarga duch keladi. Masalan, musobaqa keyinda qoldi. Bu jihatdan trenerlarning yetaklashda ularga madad berishda bolalar bo'shashmay shu vaqtni shu musobaqani tamomlab o'ziga bo'lgan ishonchi bolalarniki bo'shashmas ro'yi o'zida shunday bir qaysarlik o'ziga bo'lgan ishonch ashudi bolalarni qimmatni his qildi bolalar. Demak, o'zining iqtidorini, o'zining qimmatini his qilgandan keyin bolalarda o'ziga bo'lgan bir xil ishonch turg'izildi. O'qish bo'lamdi, maktab besimli deymiz, topshiriq deymiz, uyda har xil besimlar bor. Bolalar demak, futbol o'ynagan vaqtda o'zidagi shu besimni alohida yeniklatgan bo'ldi. Chunki futbol o'ynaganda ular o'zi xushallik topadi, maydonda harakat qildi, demak ta'jib qildi. Bu orqali o'zida bir xil besimni yeniklagandek ro'y jihatdan ko'tarangi mushtaq bir holat shakllandi. Demak, bu futbol bir xil kollektivdir, yakka tur emas. Shunga buningda bolalar o'zaro musobaqa o'ynash jarayonida bo'lamdi. Bu bolalarningki o'zaro bir-birini tushunish, bir-biriga madad berish, kollektiv hamkorlashib, hamkorlashdek yangi va fikr almashtirish ixtiroli yetildi bolalarda. Onun başqa ham ijtimoiy aloqa jihat degan vaqtimizda bolalar bilan qanday do'stlashish, ularningki bilan ijtimoiy aloqa bekitishmish bolalar bilan hamkorlashib fikr almashtirish qatorliq jihatlarda bo'lmish bolalarningki o'zaro ijtimoiy aloqa bog'lashda intayin yaxshi unumi bor. Undan boshqa bolalarningki shu raqobatlash engini yetildirishga intayin foydasi bor.